Yevropa İttifaqı Kengashining raisi Charles Michel va Xitoy prezidenti Xi Jinping telefonlashganda Yevropa Xitoy boshliqlar yig'ini o'tkazishga qo'shildi. Yig'in haqida uchur bergan Yevropa İttifaqı amaldorlari Michelning Xitoydagi kishilik huquq vaziyatini o'tirg'a qo'yganligini, shundaqla Janubiy dengiz masalasi va klimat o'zgarishiga qarshi turish tirishchanligini muzokara qilganligini bayon qildi. Amerikada Prezident Joe Baydin hukumati sobiq prezident Donald Trump o'tirg'a qo'ygan va Baydin tarafidan amaldan qoldirilgan Meksikida turush siyosatini qayta yo'lga qo'yishga tayyorlik qilmoqda. Buningga asosan Meksika chegarasidagi qonunsiz ko'chmanlar Amerikaga kirgizilmaydi. Qozog'istonda Xitoy virusiga qarshi chet el vaksinalari 2022 yildan boshlab haqliq bo'ladi. Qozog'iston Səhiyyə Ministri Aleksey Tesoy ministerlikning haftalik muxbirlarni kutib olish yig'inida kelar yildan boshlab yerlik vaksina bilan bu davlatda ishlab chiqarilgan vaksinaning davomli haqsiz tarqatilganligini e'lon qildi. Yaponiya bosh ministri Kishida Angliya bosh ministri Johnson bilan telefonda suhbatlashdi. Egilanishicha, Johnson Fukushima yadro ofati yuz bergandan keyin Yaponiyaning yemeklik mahsulotlariga qo'yilgan import cheklamasining bekor qilinganligini bildirdi. Ikki bosh ministr yana Xitoyning faoliyatlariga qarshi erkin va ochiq tinch okean tasavvurini amalga oshirish uchun quyuq hamkorlikni davomlashtirganligini bayon qildi. Saudiya Arabiston Xitoy virusiga qarshi cheklamalarni bo'shashtirishning bir qismi sifatida Masjidi Haram va Masjidi Nabaviyning to'liq ibodatga ochilganligini e'lon qildi. Turkiya Davlat Mudofaa ministri Hulusi Akar rasmiy ziyoratga kelgan Polsha Davlat Mudofaa ministri Mariusz Białystok bilan ayrim va hay'atlar orasi uchrashuv o'tkazdi. Polsha Davlat Mudofaa ministri Mariusz Białystok yaqinda bir vakillar o'mikining qurol sistemasi setib olish va tajriba almashtirish uchun Turkiyaga avatilganligini bildirdi. Xitoy yaqinqi yillarda taraqqiy qilgan olam bo'shliqi programmasi doirasida 6 oy davomlashadigan eng uzun odamlik olam vazifasiga 3 astronot avatdi. 13 olam Xitoyning 3 astronomini ilib, shu yer vaqti bugun soat 12 dan 23 o'tganda qo'yib berildi.